hayotni go'zal qilib yashang. Tinimsiz turmush ritmi, murakkab kishilik munosabat, oyog'i chiqmas xizmat halakchiligidan charchaganingizda bir yengil muzika, bir parcha rasm, bir eg'iz so'zmi sizga azroq bo'lsa-mu aram yaxshi etishi mumkin. Sizdan so'xlanadigan do'stdan birini tuting. Hech nimangiz qolmaganda yeningizda bo'ladi. Madad beradigan do'stdan birini tuting. Kayfiyatingiz yaxshi emas chaqda sizga ilhom beradi. Sizni tanqid qila oladigan do'stdan birini tuting. U har vaqt sizni sagak qiladi. Do'stlaringizga, yaqinlaringizga gul suv qiling. Bergilari ko'nglingizdek güzel bo'lsin. Xushpurqiy ko'ngillarini ovundirsin. Agar qurbingiz yetmasa, bir tal qisqa ushur, bir eg'iz yaxshi so'z. Kichkina tasalli bilan ularga do'stligingizni ifodalang. Menga undaq do'st uchurmidi demang. Agar shundaq bo'lsa, siz boshqalarning ana shundaq do'sti bo'ling. Kunlarning birida hayot shu harg'in chiroyingizga qarab kulimsiraydi. Va shundaq deydiki, tayyorlan. Baxtli bo'lish navbati sana keldi. Tayyorlovchi Aliya Bahoudin. Mikrofon oldida Aliya Bahoudin.